Shu 5 ta xato tufayli tradingga kirayotganlar ko'p pul va vaqtlarini yo'qotishyapti. Tradingga kirib, tez boyib ketaman deb kirishadi, lekin bozor unaqa ishlamaydi. Bu jarayon vaqt va tajriba talab qiladi. Ko'pchilik riskka amal qilmaydi. Qo'pol qilib aytganda 10 ta barmog'ini og'ziga tiqishadi. Aytmoqchi bo'lganim, $100 depozit qiladi. Bozordan $1000 olib chiqib ketaman deb kirishadi. Riskka amal qilish kerak bo'ladigan joyda umuman riskka amal qilinmaydi. Agar emotsiyani odam kontrol qila olmasa, faqatgina minus bo'ladi. Ko'pchilik odamlar qo'rqib bitimlarni yopib yurishadi. Yoki ular katta minus bo'lgan sari stopni surib boraverishadi. Bu esa ochko'zlik hisoblanadi. Strategiyasiz savdo bu kazino hisoblanadi. Har xil savdolarga kirib, signallariga kirib savdo qilish bu trading emas, bu tavakkalchilik deb o'ylayman. Tradingda eng katta foydani sabr qilganlar oladi. Shoshilganlar esa doimo yutqazishadi. Men bu sohada 7 yildan ko'p tajribam bor. 1,5 mingtadan ko'p o'quvchilarni aynan mana shu sohaga qiziqtirganman va o'qitganman. Aytgancha to'xtang, treyderlar qiladigan eng ko'p 10 ta xatoni qo'llamasini yozib chiqdim. Agar mana shu qo'llanma sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga 10 sonini yozib qoldiring.